O'zbekiston SSR Kommunistik qo'mitasining birinchi kotibi Qalbek Kamolov vafot etdi. Bu haqida Qalampir.uz manbasi xabar berdi. Ma'lumot uchun, Qalbek Kamolov 1926-yil 18-martda tug'ilgan. 1947-yilda Qoraqalpog'iston o'qituvchilar institutini tamomlagan. Oliy o'quv yurtini tugatgunga qadar o'qituvchi bo'lib ishlagan. Keyin komsomol ishiga yuborilgan. Turli yillarda Qoraqalpog'iston SSR Vazirlar Kengashi raisining o'rinbosari, Nukus shahar ijroiya qo'mitasi raisi, kommunal xo'jaligi vaziri, respublika avtomobil transporti va avtomobil yo'llari vaziri bo'lgan. U 1958-1959 yillarda O'zbekiston Kompartiyasi Qoraqalpog'iston viloyat qo'mitasi kotibi, 1959-1963 yillarda Qoraqalpog'iston SSR Vazirlar Kengashi raisi, 1963-1984 yillarda O'zbekiston Kompartiyasi Qoraqalpog'iston viloyat qo'mitasining birinchi kotibi bo'lib ishlagan. 1984-1986 yillarda SSRning Konstansiya shahridagi bosh konsuli bo'lgan. Qalbek Kamolov 1987-yilda paxta ishi bo'yicha qamoqqa olingan. 1989-yil oxirida u 15 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va sotsialistik mehnat qahramoni unvoni va ko'plab mukofotlardan mahrum etilgan. Keyinchalik u ish bo'yicha boshqa mahkumlar kabi afv qilingan deyilgan xabarda.